Byudjet segmentdagi Range Rover rasmiy sotuv va narxlari bugun chiqishi kutilayotgan avtomobil Lynk & Co 900 modelini Xitoyga kelib birinchilardan bo'lib sizlarga ko'rsatib beramiz. To'liq privodli avtomobilimiz naq 857 ta ot kuchiga ega. Avtomobilimiz gibrid tizimida harakatlanadi va to'liq bak va batareya bilan 1100 km masofani bosib o'tishi mumkin. Salon alohida dunyo. Minimalizm uslubini doroga bogata bilan kombinatsiya qilishgan. O'rindiqlari sifati juda ham ajoyib darajada. Head-up display, markazda bahaybat display va eng asosiysi orqa o'rindiqlarda. Lynk & Co 900 6 ta o'rindiqli, ikkinchi qatori kapitan o'rindiqlarga ega. Panorama ton va eng asosiysi orqa o'rindiqda o'tirib ketadiganlar uchun bahaybat televizor. BMW ni televizorlarga o'xshab ketadi, sifati a'lo darajada, ishlashi ham juda zo'r. O'rindiqlari isitish, sovutish va massaj tizimlariga ega. Orqa o'rindiqlarda faqat isitish tizimi bor. Lynk & Co 900 tankoviy razvorotga ega, ya'ni u turgan joyda 360 darajaga aylana oladi. Narxini bugun kechqurun bilib olamiz.